Rossiya Ukrainaga rekord miqdorda dron uchirdi. Putin urushda Rossiyaga kerakli natija nimaligini aytdi. Isroil G'azoda yangi keng ko'lamli harbiy operatsiyani boshladi. Bu so'zlar hatto javobga ham loyiq emas. Eron yangi Rim papasi bugundan o'z lavozimiga kirishdi. Qora dengizdan 30 milliard dollarlik gaz koni topildi. Erdo'g'an Rossiya Ukrainaga rekord miqdorda dron uchirdi. Rossiya harbiylari 18-mayga o'tar kechasi Ukrainaga 273 ta dron uchirdi. Ulardan attiga 88 tasi urib tushirildi. Bu haqda Ukraina armiyasi harbiy havo kuchlari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, dronlarning 128 tasi imitator bo'lib chiqqan. Bu urush davomida Ukraina hududiga bir kecha kunduzda uchirilgan rekord miqdordagi dronlardir. Bundan oldin eng yirik hujum 2025-yil 23 fevralga o'tar kechasi bo'lgan edi. O'shanda Rossiya harbiylari 267 ta drondan foydalangan. Dronlarning ko'pligi Kiyev va viloyatga yo'naltirilgan. Poytaxtda havo hujumidan ogohlantiruvchi Tregovo 8 soatdan ortiq davom etgan. Obuxov tumanida hujum oqibatida 28 yoshli ayol halok bo'lgan. Yana 3 kishi, 4 yoshli bola, 59 yoshli erkak va 61 yoshli ayol jarohatlangan. Dronlar xususiy uyni qisman vayron qilgan va yaqin atrofdagi ko'p qavatli turar joy binosining oynalariga zarar yetkazgan. Pastov tumanida hujum oqibatida zavodda yong'in yuz bergan. Ombor 500 metr kvadrat va xo'jalik binosi vayron bo'lgan. Tibbiyot markazi ham yonib ketgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar to'g'risidagi ma'lumotlar aniqlashtirilmoqda. Kiyev viloyatidan tashqari Donetsk va Dnepropetrovsk viloyatlari ham zarbaga uchragan. Qurbonlar va jarohatlanganlar qayd etilmagan. Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli zarbani AQSh prezidenti Donald Tramp 18-may kuni Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashish, so'ngra 19-may kuni Vladimir Zelenskiy bilan muloqot qilish niyatida ekanini bildirgandan so'ng uyushtirildi. Putin urushda Rossiyaga kerakli natija nimaligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Ukrainaga qarshi urushni Rossiyaga kerak bo'lgan natija bilan mantiqiy yakuniga yetkazish uchun yetarli kuch va resurslarga ega ekanini aytdi. Bu haqda u Rossiya Kreml Putin 2025-yil hujjatli filmiga bergan intervyusida so'z ochgan. Intervyudan parcha bugun 18-may kuni jurnalist Pavel Zarubin tomonidan ijtimoiy tarmoqda e'lon qilindi. Bu natija inqirozni keltirib chiqargan sabablarni bartaraf etish, uzoq muddatli barqaror tinchlik va Rossiya davlatining xavfsizligini ta'minlash uchun shart-sharoitlarni yaratish. Biz doimo gapiradigan, rus tilini o'z ona tili deb biladigan va Rossiyani o'z vatani deb biladigan odamlar yashaydigan hududlarda xalqimiz manfaatlarini ta'minlash, dedi Putin. O'sha intervyuda u Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi davrida Rossiya qurolli kuchlari yadro qurolidan foydalanishga ehtiyoj yo'qligini va u umid qilganidek talab qilinmasligini aytdi. Ayni vaqtda Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi 19-mayga o'tar kechasi Rossiya RS-24 qit'alar aro ballistik raketasini o'quv va jangovar uchirishni rejalashtirayotgani haqida xabar berdi. Ukraina razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, uchirish Sverdlovsk viloyatidagi Svobodniy aholi punktidan rejalashtirilgan. Ukraina razvedkasi Rossiya Federatsiyasining maqsadi Ukrainani, shuningdek Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlatlarni namoyishkorona bosim o'tkazish va qo'rqitish deb hisoblaydi. Isroil G'azoda yangi keng ko'lamli harbiy operatsiyani boshladi. Isroil armiyasi bu operatsiyaning dastlabki bosqichidagi maqsad garovga olinganlarni ozod qilish va Hamas harakatini yo'q qilish ekanini ta'kidlamoqda. Isroil qo'shinlari G'azo sektorida Gideon jangovar aravalari nomini olgan yangi yirik harbiy operatsiyaning birinchi bosqichini boshladi. Gap anklavning strategik hududni nazoratga olish haqida ketmoqda. Bu haqda RBK Ukraina Isroil mudofaa kuchlari va The Times of Israel nashriga tayanib xabar berdi. Isroil mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida armiya keng ko'lamli hujumlar uyushtirgan va G'azo sektoridagi strategik hududlarni egallash uchun kuchlarni safarbar qilgan. Isroil armiyasi ta'kidlagandek, bu operatsiyaning dastlabki bosqichi va G'azodagi urushning barcha maqsadlariga erishish, jumladan garovga olinganlarni ozod qilish va Hamas harakatini yo'q qilish uchun amalga oshirilmoqda. Isroil rasmiylari ommaviy axborot vositalariga operatsiya quyidagi maqsadlarni ko'zlagan: Isroil armiyasining G'azoni zabt etishi va hudud ustidan nazoratni saqlab turishi, Falastin tinch aholisini janubga ko'chirish, Hamas jangarilarga hujum qilish, guruhning gumanitar yordam ta'minoti ustidan nazoratni qo'lga kiritishga yo'l qo'ymaslik. 5-may kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu G'azo sektorida yanada shiddatli hujum boshlashini ma'lum qilgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatning asosiy maqsadi o'zgarishsiz qolmoqda: Hamas guruhini yo'q qilish. 13-may kuni Netanyahu G'azodagi harbiy operatsiya tez orada yakunlanishini e'lon qildi va Hamas u yerda qolmasligini ta'kidladi.
Bu so'zlar hatto javobga ham loyiq emas. Eron Trampni Yaqin Sharq tinchligi haqidagi da'volar ustida yolg'on gapirishda aybladi. Eron oliy rahbariyati Donald Trampning ehtimoliy yadroviy kelishuv haqidagi bayonotlarini keskin tanqid qildi. Oliy yetakchi Oyatulloh Ali Xomanaiy bugun AQSh prezidentining so'zlari yolg'on ekanini aytdi. Tramp mintaqada tinchlik haqida gapirar ekan, AQSh G'azoga zarba berish uchun Isroilni bombalar bilan ta'minlamoqda dedi. Xomanaiy Isroilning Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hamas guruhiga yangi hujumlari fonida. Avvalroq Tramp Eronga agar mamlakat AQShning yadroviy dasturi bo'yicha talablarni bajarmasa, dahshatli nazorat yuz beradi deya tahdid qilgandi. Bu so'zlar hatto javobga ham loyiq emas. Bu ularning aytgan kishi uchun ham, Amerika xalqi uchun ham sharmandalik deya izoh berdi Ali Xomanaiy vaziyatga. Eron rahbariyatiga ko'ra, Isroil mintaqadagi halokat, urush va mojarolarning asosiy manbai bo'lib qolmoqda. Xomanaiy uni yana sionist rejim deb atadi va u yo'q qilinishi kerakligini aytdi. Yangi Rim papasi bugundan o'z lavozimiga kirishdi. 18-may kuni Rim papasi Leo XIV o'zining ruhiy hokimiyatining asosiy belgilari Pallium va baliqchi uzugini qabul qilib rasman o'z lavozimiga kirishdi. Bu narsalar uning katolik cherkovi rahbari sifatidagi rolini ifodalaydi. Bayram Avliyo Pyotr sobori qasrdagi ibodat bilan boshlandi. Leo XIV sharqiy katolik patriarxatlari bilan birgalikda Rimning birinchi episkopi Havoriy Butrusning dafn qilingan joyida tiz cho'kib ibodat qildi. An'anaviy ravishda papaning bilan ma'naviy aloqasi ramzi bo'lgan Avliyo Pyotr surati tushirilgan uzukni pontifikka xushxabar tarqatish bo'limi boshlig'i bo'lib xizmat qiluvchi filippinlik kardinal Luis Antonio Tagli sovg'a qildi. Qora dengizdan 30 milliard dollarlik gaz koni topildi. Erdo'g'an. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'anning ma'lum qilishicha, Qora dengizda 75 milliard kub metr hajmdagi tabiiy gaz zaxiralari aniqlangan. Bu haqda u kecha 17-may kuni Istanbulda bo'lib o'tgan chiqishi davomida aytib o'tgan. Gektepe uchqonida 49 kunlik burg'ulash va sinovlardan so'ng 75 milliard kub metr gaz zaxirasi aniqlandi. Bu gaz hajmi butun Turkiya bo'yicha xonadonlarni 3,5 yil davomida gaz bilan ta'minlashga yetadi. Zaxiralarning qiymati 30 milliard dollarga baholamoqda degan davlat rahbari. U shuningdek, hozirda Qora dengizdagi gaz konlari orqali yiliga 9,5 milliard kub metr gaz olinayotganini va bu hajm 4 million xonadonga xizmat qilayotganini bildirgan. Rejaga ko'ra, bu ko'rsatkich 2028-yilga kelib 4 barobarga oshiriladi.